Eron AQSh bilan urushni tugatish shartlarini e'lon qildi. Tehron mojaroni yakunlash masalasini faqat ma'lum talablar bajarilganidan keyin muhokama qilishga tayyorligini bildirgan. Eron rasmiylariga ko'ra, mamlakat AQSh bilan davom etayotgan mojaroni tugatish uchun ikki asosiy shartni ilgari surgan. Bu haqda Eron siyosiy arbobi maqsadga muvofiqlikni aniqlash kengashi a'zosi Mahsen Rizoiy ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, birinchi shart AQSh tomonidan urush davomida yetkazilgan zarar uchun to'liq kompensatsiya to'lanishi. Ikkinchi shart esa Amerika harbiy kuchlarining Fors ko'rfazi hududidan to'liq olib chiqib ketilinishi hisoblanadi. Rizoiyning so'zlariga ko'ra, Tehron urushni tugatish masalasini faqat ushbu talablar bajarilganidan so'ng muhokama qilishga tayyor. Avvalroq Eronning oliy rahbari lavozimini egallagan Mushtaba Xamenei ham Yaqin Sharq davlatlarini o'z hududida joylashgan AQSh harbiy bazalarini yopishga chaqirgan va urush oqibatida yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya talab qilgan edi. Shu bilan birga Donald Tramp boshchiligidagi AQSh ma'muriyati mojaroni boshqa nuqtai nazardan baholamoqda. Washington Tehron bilan kelishuv faqat Eron to'liq taslim bo'lgan taqdirdagina amalga oshishi mumkinligini bildirgan.